Top 3 ta telefon uchun internetsiz hafta o'yinlari. Oxirgi o'yinlar juda ham qiziqarli. 3-o'rinda My Starter Winter Car o'yini. Ushbu o'yin mashina tuzatishga qiziquvchilar uchun juda ham ajoyib o'yinlardan biri bo'lib, bu o'yinda siz qish uchun mashina yaratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz mashinani alohida kuzovlarini yig'asiz, motorlarini yig'asiz, xullas o'zingizga mos bo'lgan bitta mashinani yasash kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi shunaqangi zo'r qilingan, mazza qilib o'ynaysiz va ushbu o'yin offline, ya'ni internetsiz tarzda o'ynaladi va bu o'yinni siz bemalol sloppy telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi. O'yin juda ham qiziqarli qilib ishlab chiqarilgan va bu o'yin sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi. Ayniqsa bu mashinani mazza qilib birinchi litso, ikkinchi litsoda ham o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. O'yinlarni barchasini Instagram storiesim orqali tekin yuklab olasizlar do'stlar. Ikkinchi o'rinda Dunyo Baris o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib sarguzasht offline o'yinlardan biri bo'lib, bu o'yinda siz bitta bola personajda o'ynaysiz hamda mana shu bolani personajida turli xil hasharotlarni o'ldirishingiz hamda qo'lga o'rgatishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasiga, atmosferasiga prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas, mazza qilib o'ynaysiz va eng muhim bu o'yinda siz har xil hasharotlarni katasa qilib, mazza qilib sarguzasht qilsanglar ham bo'ladi. Xullas o'yinni o'ynab ko'rsanglar, o'zingizlar bilasizlar, bu o'yin sizlarni umuman zeriktirib qo'ymaydi va bu o'yinni bemalol sloppy telefonlarda ham o'ynasanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda esa Need for Speed Most Wanted o'yini. Ushbu o'yin juda ham dahshat, mashina poyga o'yinlardan biri bo'lib, bu o'yinda siz o'zingizga mos bo'lgan bitta superkarni tanlab, ko'cha poygalarida, tirbandliklarda poygalarni uyushtirishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa bu o'yinda sizning orqangizdan politsiyalar qo'lida, ulardan qochib, turli xil missiyalarni bajarish ham kerak bo'ladi. O'yinning grafikasiga, atmosferasiga prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas va bu o'yin offline tarzda o'ynaladi va bemalol sloppy telefonlarda emas, balki kamida operativga 6 bo'lgan telefonlarda o'ynasanglar, mazza qilib o'ynaysizlar do'stlar. Videodagi o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va keyingi videoda qanaqangi o'yinlar chiqishini xohlaysizlar, sirazu kommentariyada yozib qoldirib, keyin Fox 23 ga obuna bo'lib, mana shu videoni barcha do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.